zreniya pastligi, bosh og'riq, bo'g'im og'riq, grija, oyoqdagi ishiqlar, tanadagi ishiqlar va qorin kattaligi, teridagi osilishlar sizni qiynayotgan bo'lsa, bunga albatta yechim bor. Buni javobi, yechimi kollagen. Mana juda ko'pchilik kollagen deydi. Yo'q. Bizda original morskoy kollagen bor. Haqiqiy zo'r kollagen bu parashyok holatda bo'ladi. Chunki u ionniy formada bo'lib, hujayraning ichiga bemalol kirib, oziqlantira oladi. Va sizdagi bo'lgan oshiqcha suyuqlikni, tanadagi suyuqlikni chiqara oladi. Bo'g'im suyaklarni, karkaslarini qayta tiklab bera oladi. Osilgan yuz terilarini ham taranglashtirib bera oladi. Bu kollagen dengiz peptidlaridan, dengiz baliqlaridan olingan bo'lib, nihoyatda bezarar, 100% tabiiy, halol sertifikatlariga ega. Albatta siz o'zingizni sog'lig'ingizni haqiqiy mutaxassis ekspertlar va tabiiy mahsulotlar orqali, mutaxassislar bilan birga tabiiy mahsulotlar orqali davolanishga harakat qiling. Albatta, bu morskoy kollagen nafaqat bo'g'im og'riqlariga, grijalariga, yuz terilariga, undan tashqari yana bitta foydasi bor, bu zreniyaga, ya'ni ko'zni xiralashini ham yo'qotib beradi va siz dunyoni tiniq ranglarda ko'rishni boshlaysiz. Azizlarim, omon bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar.